To'xta u. Aralashma, o'ldiraman u bolani. Aql bilan shiqil, jahl bilan emas. Onamdan ketdi, shos so'yaman. Hop, o'zingni bos. O'rta panetka yemami svitoyimdan ketdi. Yur, 2 minut o'tirib gaplashib olaylik. Sen jinnirom, sen nima xohlayapsan menda? Gapir. Qara, jamiki jonzotlardan faqat bizi insoniyatga aql berildi. O'ylab ko'r. Hozir sen tiqasan, keyinchi yozadi. U yozmasa ham ota-onasi yozadi. Qamalasan. Ichu, zato chestim uchun qamalama. Eshit, men ham onamdan so'kkan bolaga desvi qilib jazoimni o'taganman. Lekin ichkarida paytim onamni ko'z yoshlarini ko'rish menga mazza bermagan. Nima hozir shundoq ketib yoraymi? Meni chestim bor. To'g'ri-chun, agar u bolani zarracha chesti bo'lganda, birov ona izorini so'kmasdi. Chesti yo odamlarga, chest haqida nimadir isbotlab, nima qilasan? U bolani urma. Unaqalarni Xudo urib bo'lgan. O'zi shapal olijoni bor bunaqa hasharotlarni. O'rta, g'ururli mard bo'lasan. Bunaqa arzon bolalarni deb qamalib ketmalaring. O'zi kam qilgan bizni. Yur ketdi.